shularsiz ham katta bo'lganmiz demasdan, biz ko'rmadik, endi farzandim eng yaxshisini ko'rsin deydigan va shu so'zda tura oladigan otalarni qadrlang. Alloh shunday otalarni amallariga ham, niyatlariga ham adadsiz ajrlar bersin. Chunki bunday otalar jim mehnat qiladi. Ular charchaganini aytmaydi. Yuragidagi og'riqni ko'rsatmaydi. Faqat farzandining yuzidagi tabassumni ko'rsa, butun dunyoni unutadi. Ba'zan kech keladi, ba'zan erta ketadi. Ba'zan o'zi xohlagan narsani emas, farzandi xohlagan narsani tanlaydi. O'zi kiymaganini bolasi kiysin deydi. O'zi ko'rmaganini bolasi ko'rsin deydi. Ular men, o'zim, men uchun deb yashamaydi. Bolam uchun deydi. Orzularni ichiga yutib, farzandining orzularini ro'yobga chiqarish uchun kurashadi. Shunday otalar bor. Ovozini baland ko'tarmaydi, lekin yelkasida tog'day mas'uliyat ko'tarib yuradi. Bir og'iz bolam degan so'zi bilan butun hayotini bag'ishlab yuboradi. Biz ko'pincha sezmaymiz ularning sukuti ortida qanday fidoyilik borligini, ularning ko'zlarida qanday duo, qanday umid yashayotganini. Bu dunyoda eng sokin, lekin eng kuchli muhabbat bu ota muhabbatidir. Alloh barcha otalarni asrasin. Farzandlari uchun jonini ayamagan, lekin mukofotini Allohdan kutgan otalarni ikki dunyoda ham aziz qilsin. Amin.